Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi darsimiz pedagogik kvalimetriya, test orqali baholashning zamonaviy shakl va vositalari, test natijalarini tahlil qilish usullari. Demak, bugungi mavzuyimizni boshlashda avvalo kvalimetriya tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Kvalimetriya bu sifatni o'lchash va baholashning ilmiy yondashuvi bo'lib, u turli sohalarda qo'llanib kelinmoqda. Kvalimetriya tushunchasi dastlab 20-asrning 50-yillarida paydo bo'lgan bo'lib, u o'z davrida mahsulotlarning sifati va xizmatlar ko'rsatishning sifat darajasini baholash uchun xizmat qilgan. Kvalimetriya sifatni o'lchashning aniq va tartibga solingan metodlarini ishlab chiqadi. Bunday metodlar ishlab chiqarish jarayonlarida ta'lim tizimida yoki sog'liqni saqlash sohasida qo'llanilib kelinmoqda. Ta'limda asosan bilimlarni baholash, testlar va imtihonlarni aniq ko'rsatkichlar asosida amalga oshirishga asoslanadi. Kvalimetriya ko'pincha statistik tahlil metodlari bilan chambarchas holatda olib boriladi. Kvalimetriyaning asosiy vazifalaridan biri sifatni miqdor ko'rsatkichlar orqali o'lchash va bu ko'rsatkichlarni tahlil qilishdan iboratdir. Demak, kvalimetriya ishlab chiqarish sohasida, ta'limda va xizmat ko'rsatish sohalaridagi eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. Demak, shu bilan birgalikda kvalimetriya va yangi texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohalari va ta'lim sohasida juda katta o'zgarishlarga ham erishish mumkin bo'ladi. Demak, kvalimetriya pedagogning texnologik kompetentligida muhim omil hisoblanadi. Texnologik kompetentlik haqida umumiy tushunchaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, texnologik kompetentlik asosan psixologiya sohasida vujudga kelgan bo'lib, insonlarning shaxsiy xususiyatlari, xarakteri va aqliy qobiliyatlarini baholash maqsadida test topshiriqlarini ishlab chiqish natijasida 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida Angliyada vujudga keldi. Ammo manbalarni o'rganib chiqadigan bo'lsak, testlar tuzish va testologiyaga oid bilimlarni qadimgi Xitoy, Mesopotamiya va Misrda ham kuzatishimiz mumkin. Chunki bu qadimgi davlatlarda xizmatchilarni davlat xizmatiga olishda turli test topshiriqlaridan foydalangan holatda olingan. Birinchi zamonaviy testlar 1900-yillarda Alfred Binet va Simon tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, hozirgi kunda bu testlar butun dunyo bo'yicha IQ testlari deyiladi. Bu insonlarning aqliy qobiliyatlarini o'lchash maqsadida ishlab chiqilgan va keyinchalik bu testlardan foydalanish ta'lim, iqtisodiyot, qurilish va boshqa sohalarda keng qo'llanila boshlangan. Keyinchalik 1950-60-yillarda testologiya sohasida standartlashtirish va normativ usullarni qo'llash ommaviy tus ola boshladi. Ya'niki bu testlarni standart bir xil mezonlarda ishlab chiqishni talab qildi va unga yangicha metodlarni joriy qildi. 1990-yillardan boshlab testlarni ishlab chiqish va ularni tahlil qilishda kompyuter texnologiyalari keng miqyosda qo'llanila boshlandi va onlayn testlar tizimi ishga tushdi. Onlayn testlar, avtomatik baholash tizimlari va interaktiv metodlar yordamida testologiya sohasida yangi yo'nalishlar shakllandi. Demak, testologik yordamida shaxsiy xususiyatlar va maqsadga yo'naltirilgan testlar ishlab chiqila boshlandi. Keyinchalik shaxsiy salohiyatni baholash, emotsional intellekt va motivatsiyani baholovchi testlar va yangicha metodlar qo'llanila boshlandi. Pedagogning testologik kompetentligi eng muhim bosqichlardan biri bu test natijalarini tahlil qilishdir. Test natijalarini tahlil qilish bu olingan ma'lumotlarni aniq va asosli ravishda o'rganish jarayoni bo'lib, turli sohalarda, ya'ni ta'lim, ilmiy izlanishlar, psixologik tekshiruvlar va boshqa sohalarda qo'llanilib kelinmoqda. Testlar yordamida olingan natijalar odamlarning bilimi, qobiliyatini yoki psixologik holatini baholash uchun xizmat qiladi. Hozirgi kunda testlarni tahlil qilishda bir nechta turdagi testlardan foydalanib kelinmoqda. Demak, testlar odatda 4 ta turga bo'lib tashkil qilinadi. Birinchi testlarimiz bu bilim testlari bo'lib, o'quvchilar yoki talabalar tomonidan o'rganilgan materialni baholash uchun qo'llaniladi. Bunga misol qilib matematika, tarix yoki boshqa kasbiy sohalardagi testlarni misol qilib olishimiz mumkin.
Ikkinchi turi bu qobiliyat testlari, ya'ni insonlarda mavjud analitik fikrlash, mantiqiy fikrlash, ijodkorlik, kreativlik kabi qobiliyatlarni baholash uchun xizmat qiladigan testlar. Keyingisi bu psixologik testlar. Bu shaxslarning ruhiy holatini, qobiliyat, emotsional holatini, intellektual imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan testlardir. Keyingisi sotsiologik va ijtimoiy testlar. Bu jamiyatda o'tkaziladigan turli xil so'rovnomalar va boshqa test topshiriqlarni o'z ichiga oladi. Biz testlarni tahlil qilishda bir qancha tahlil turlaridan foydalanamiz. Bu birinchisi deskriptiv statistik tahlil turi. Bunda testdan olingan natijalar umumiy ko'rinishda tahlil qilinadi va ularning o'rtacha qiymati hisoblanadi. Ya'niki siz 30 nafar o'quvchidan test natijalarini oladigan bo'lsangiz, testning foydalilik jihatini u testlarni bajarishning o'rtacha qiymatidan kelib chiqib belgilaysiz. Keyingi tahlil usuli bu korrelyatsiya tahlil usuli bo'lib, bu metodlar yordamida test natijalarini baholashda, demak, unga bog'liq bo'ladigan bir qancha omillar o'zaro tahlil qilinadi va yuqori va quyi baho olgan o'quvchilarga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Keyingisi testlarning reabilitatsiyasi va validligini tahlil qilish. Bu testlarning ishonchliligini va barqaror to'g'riligini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Ya'niki biz tomonidan ishlab chiqilgan testlar xohlagan vaqtda, xohlagan yoshdagi tinglovchilarda yoki o'quvchilarda olingan vaqtida test natijalari bir xil ko'rsatkichlarga ega bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyingisi normativ baholash. Bu olingan test natijalarini o'quvchilar o'rtasida o'zaro taqqoslashga asoslanadi. Ya'ni qoniqarli o'zlashtirganlar, yaxshi o'zlashtirgan va a'lo o'zlashtirganlarni o'zaro taqqoslash natijalari asosida tuzilgan testlarning samaradorligi baholanadi. Test natijalarini tahlil qilish asosida biz yo'l qo'ygan xatoliklarni bartaraf etishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Test natijalarini tahlil qilgandan so'ng o'zimiz uchun muhim xulosalar chiqarishimiz kerak. Bu xulosalar yordamida o'quvchilar yoki talabalar haqida umumiy fikrlar shakllanadi, ularning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Shuningdek, test natijalarini tahlil qilish orqali pedagoglarning testologik kompetentligi, ularning test tuzishda yo'l qo'ygan xatolari, testlarning validligi, to'g'riligi, ishonchliligi ham baholash imkoni paydo bo'ladi. Test natijalarini tahlil qilish o'quvchilar va talabalar haqida umumiy xulosa berish bilan birgalikda testlarning samaradorligi va ishonchliligi kelajakda ularni yanada takomillashtirishga xizmat qiluvchi xulosalar olishga imkon yaratadi. Demak, ustozlar, pedagogning testologik kompetentligi qadimdan rivojlanib kelgan va hozirgi kunda taraqqiyot etayotgan muhim kompetentliklardan biri hisoblanadi.